Agar tanamizdagi hamma qon tomirlarimiz bir-biriga ulansa, uzunligi Yer sharini 2-3 marotaba aylanib o'rashga yetadigan bo'lardi. Keyingi fakt: odamda shunday suyak borki, u 10 tonnagacha yukni ko'tara oladi. Hattoki og'ir KAMAZni ko'tarib, uni tagiga son suyagini qo'ysa, u bemalol ko'tarib tura oladi. Ana shuni o'zi inson suyaklarini qay darajada ajoyib tuzilganligini dalili bo'ladi. Keyingi fakt: odamning yuragi tanasidan sug'urib olib tashqarida ushlab turilsa ham, u bir necha minutlar ishlab turishga qodir. Keyingi fakt: agar bizni mabodo barmoq izlarimiz umuman bo'lmaganida, odamlar unikal qilib identifikatsiya uchun tillardan mana bunday barmoq izini o'rniga foydalana boshlardi. Chunki hammani tilidagi izlari xuddi barmoq izlariga o'xshash, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bir tasavvur qiling, til izingizni qoldirsangiz esa. Keyingi fakt: agar inson tanasidagi barcha yadrolar bittada reaksiyaga qilib bo'linib portlaydigan bo'lsa, bir shaharni yo'q qilib yuboradigan yadro bombasi kabi kuchga ega bo'lardi. Keyingi qiziqarli fakt: odamning miyasi 20 vatt kuchga ega elektrda ishlab chiqara oladi. Bu impulslar oddiy kichkina lampochkani yoqishga yetadi. Eng qizig'i, odamning miyasi butun dunyodagi eng kuchli kompyuterdan-da tezkorlik bilan bir vaqtni o'zida azu pamyat kabi yadrolari ko'proq ishlay oladi. Bu degani, hozirda odatda kompyuterlar shunday bir-biri bilan kuchi sinaladiki, misol uchun operativniy pamyat deb aytiladi, azusi deb aytiladi yoki bo'lmasam o'zini yadroviy kuchlari deb aytiladi. Mana shular nimaga nisbatan aytiladi va nima uchun kerakligini juda ko'pchiligingiz bilasiz. Bir vaqtning o'zida bir necha mukammal jarayonlarni bajarishi uchun. Aytaylik, ham montaj qilib o'tirish, ham saytlarga kirib o'tirish, ham musiqa eshitish, ham kompyuter o'yinini o'ynab o'tirish, ham kompyuter o'zida kino ko'rib o'tirish, bu bir vaqtning o'zida bir necha jarayonlarni ushbu kompyuter qila oldi degani. Keyingi fakt: yuragingiz butun umr davomida ishlaganda qonni kachat qiladi-ku, olib o'tadi, aylantiradi. Mana shu bir insonni bir yuragi 200 ta Olimpiya katta stadioni to'ldirilgan suyuqlikni ikkinchisiga olib o'tgani bilan teng. Bu ham misli ko'rinmas darajada odamning yuragini baquvvatligidan darak beradi, to'g'rimi? Yana bir keyingi fakt: odam ko'zi bilan ilg'iydigan mana bu ko'rish megapikseli. Siz telefoningiz, qo'lingizdagi telefon megapiksel necha megapiksel? Necha megapiksel? Yozib yuboring kommentariyaga. Odamdagi 1000 megapiksel kameradan ham yaxshiroq ko'radi. Yaxshi, shaffof ko'radigan, normal ko'radigan odamni ko'rib turgan jarayonni точно shunaqa qilib ko'rish uchun qurilma 1000 megapikseldan ortiqroq bo'lishi kerak. Ya'ni telefonlar hozir odatda o'rtacha 100-200 megapiksel bo'lsa, odam bundan 5-6 barobar ko'proq yaxshi ko'ra oladi megapikselda hisoblaganda. Ana shunday ekan, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan bir necha qiziqarli faktlar shulardan iborat edi. Boshqalarini ham aytsam bo'lardi, juda ko'p qilib, lekin ular haqida eshitgansiz. Misol uchun, odamdagi qaysi a'zo eng kattasi deganda kimdir jigar, kimdir teri deb aytiladi. To'g'rimi? Bunday faktlardan juda ko'pini aytib berishim mumkin, lekin ularni deyarli hammasini eshitib bo'lgansiz. Shuning uchun bugungi faktlarni menimcha eshitmagansiz deb sizga aytib qo'ya qoldim. Poko, xayr, omon bo'linglar. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun, ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday, bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.